Nimaga voqliroq aytishmagan? Endi ko'mir, gaz, o'tin umuman kerak emas ekan. Sizni katta zavodlaringiz, teplitsalaringiz, dachalaringiz bo'lsa, shunchaki teplovoy nasos orqali hamma joyi issiz bo'lar ekan. Tasavvur qiling, gigant zavodlargacha aynan shunda isitilar ekan. Ya'ni havodan issiqlikni olib isitilar ekan. Kraft Germaniya texnologiyasi haqida eshitganmisiz? Butun dunyo aynan mana shu sistemaga o'tib bo'lgan. Bizada endigina kirib kelib odamlar qo'yishni boshlayapti. Hamma biladigan AUX brendini bilasa, aynan shuni AUXOL invertorlarini ham eksklyuziv diler hisoblanishadi. PowerSun. Bizning xalqimiz hali bilmaydi. Bu paytda 295 so'm edi elektr toki, elektrokotel qo'yib ketavergan. Hozir unaqa emas. Hozir 600 so'm, 1000 so'm bo'lib ketdi elektr tok. Majbur Yevropaga o'xshab biz ham shunga o'tamiz. Ko'mir yoqmaymiz-ku endi 21-asr. Hozir xohlagan ob'yomdagi joy isita oladi bu. Любой. Tekinga isitsa bo'ladi. Kompressoriga, parrigiga tok ketadi. Tenga ketmaydi. Energiya tejovchi uskuna. Hamma yaqinlaringizga hozir tarqatib qo'ying. Agar sizga shu mahsulotlarni birinchi qo'l optim joyi kerak bo'lsa, PowerSunga aloqaga chiqing yoki ma'lumotingizni qoldirsangiz, silka qoldiraman. O'zliga aloqaga chiqishadi. Teplovoy nasos, quyosh panellari, inventorlari hammasi nalichida turibdi. Bilasiz, ko'p kompaniyalar zakaz olib keltirib berishadi. PowerSunni shu mahsulotlarning ob'yomidan ham qanchalik gigant kompaniyaligini bilsangiz bo'ladi.